Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa al-aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ato ibn Abi Rabohni dunyo bilan muomalasi qanday edi? U kishi dunyoga kelib 100 yilga yaqin umr ko'rdi. 100 yil yashadi. Ustidagi kiygan kiyimi 5 dirhamdan oshmas edi qiymati. Xalifalar u kishini o'ziga hamsuhbat bo'lishligini xohlab chaqirishar edi. Ya'ni yonida maslahatchi bo'lsin, vazir bo'lsin, yo'l ko'rsatadigan odam bo'lsin, hamsuhbat bo'lsin eng kamida. Lekin o'zining dinidan xavotir olib, bu xalifalarning majlisini o'ziga lozim tutmadi. Ularni eshiklarini qoqib bormadi. Ammo biron bir ishda musulmonlarning foydasi, islomga bir xayriyatni ko'rsa, xalifalarning oldiga albatta bordi. Endi agar bir ilmli kishi, olim kishi, bir mansab, martaba egasi bo'lgan kishiga murojaat qilsa va mana shu murojaatida xalqqa foyda bo'ladigan bo'lsa, bu borishlik ma'qul ko'riladi. Chunki niyatlarni Alloh azza va jalla yolg'iz o'zi biladi. Ato ibn Abi Raboh xalifa Hishom ibn Abdul Malikni majlisiga nima uchun kelgan edi? Mana o'tgan darsimizda aytdik, Sulaymon ibn Abdul Malik ana shu davrdagi eng qudratli podshoh, xalifa mana shu qora habash kishini kutib o'tirdi. Hishom ibn Abdul Malik ana shu Umayylarning yana bitta xalifalaridan. Usmon ibn Ato al-Xurasoniy aytadi, xalifa Hishom ibn Abdul Malikni qasd qilib otam bilan yo'lga chiqdik. Damashqqa yaqinlashganimizda qora eshakni mingan bir kishiga ko'zim tushdi. Uni ustida qalin ko'ylak, jubba, boshiga yopishib turgan salla, uni odamni ko'rib kuldim. "Ne ota, bu kim?" desam, "Jin bo'l o'g'lim. Bu Hijozli faqihlarining sayyidi Ato ibn Abi Raboh" dedi. U bizga yaqin kelganida otam o'zini hachiridan, u kishi o'zini eshagidan tushdi, bir-birini quchoqlab hol ahvol so'rashdi. So'ngra yana ulovlarga minib, yurib xalifaning qasri eshigi oldiga to'xtadik. Izn berildi. Bu qissani rivoyat qilayotgan Usmon ibn Ato tashqarida qoldi. Otasi bilan Ato ibn Abi Raboh kirib ketdi. Alloh xohlaganicha o'tirishdi, so'ngra xalifaning huzuridan chiqishdi. Otam chiqqandan keyin nima bo'ldi u yerda aytib bering deb so'radim. Otam unga kirishga izn berildi. Vallohi men u bilan birga bo'lganim shunda kirdim. Ya'ni Ato bilan birga kirganim uchun kirib qoldim. Bo'lmasam kirgizishmas edi men. Hishom xalifa Ato ibn Abi Rabohni ko'rib, "Marhabo, marhabo" deb o'zini yoniga chaqirib, to so'risiga o'tkazgunicha "Bu yoqqa keling, bu yoqqa keling" deyishdan to'xtamadi. Shunda yaqin o'tirdiki, Ato ibn Abi Rabohni tizzasi xalifaning tizzasiga tegib o'tirdi. Bu majlisda kibor kishilar, ashroflar gaplashib o'tirishganida, bu ulug' tobiin kirganda hammasi jim bo'lishdi. Xalifa Hishom unga qarab, "Ey Abu Muhammad, nima hojatingiz bor, ayting" dedi. Ato ibn Abi Raboh, "Ey Amirul Mu'minin, ikki haram ahllari, Makka va Madina ahli, Allohning ahllari, Rasulullohning qo'shnilaridir. Ularni maoshlarini va atoyatlarini taqsim qilib bering" dedi. Xalifa, "Ha, ey g'ulom, yoz. Makka va Madina ahllarining maoshlarini 1 yilligini avvaldan berishni yozdi." Hishom so'radi, "Ey Abu Muhammad, bundan boshqa hojatingiz bormi?" "Ha, bor. Ey Amirul Mu'minin, Hijoz ahli, Najd ahli, ular arablarning asli va islom boshliqlaridir. Sadaqadan ortiq narsalarni ularni o'zlarining yeridan qoldiring. Ya'ni ulardan oladigan bizning tilda nalovni berish kerak bo'lgani olingda, oshchasini o'zlaringizga qoldiring" dedi. Hishom aytdi, "Ha, ey g'ulom, yoz. Ularning sadaqalaridan ortig'i o'zlariga qoldirilsin." Hishom yana aytdi, "Ey Abu Muhammad, bundan boshqa hojatingiz bormi?" Ato ibn Abi Raboh, "Ha, ey Amirul Mu'minin, chegarada turgan musulmonlar, chegarachilar, ular musulmonlarning dushmanlarini ro'parasida turadi. Musulmonlarga yomonlik qilmoqchi bo'lganlar bilan jang qilishadi. Ularning nafaqalarini bering. Ular yordamga muhtoj. Agar ular halok bo'lsa, chegara zoyi bo'ladi" dedi. O'ziga bir narsa so'rayaptimi?
Aytyapmiz-ku, bu kishilar xalifalar o'zlari chaqirsa majlisiga ulardan ta'ma qilmay, ularda oldiga borsam dunyo fitnasiga kirib qolmaydi, bu ulug' insonlar o'zlarini olib qochgan ekan. Hishom aytdi: "Ha, ey g'ulom, yoz, ularning maoshlari berilsin" dedi. Hishom yana so'radi: "Ey Abu Muhammad, bundan boshqa yana hojatingiz bormi? Ya'ni o'zingizning hojatingiz bormi?" "Ha" dedi. "Ahli zimmalar" dedi. Zimmiylar, ya'ni musulmonlarning yurtida yashayotgan g'ayri din kishilar. Musulmonlarning himoyasida, musulmonlarning hukmi ostida yashayotgan g'ayri dinlar. Ahli zimmalar, ularni toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurmang dedi. Hishom aytdi: "Ey g'ulom, yoz. Ahli zimmalarni toqatlari ko'tarmaydigan narsaga buyurilmasin." Hishom yana so'radi: "Ey Abu Muhammad, bundan boshqa yana hojatingiz bormi?" "Ha" dedi Ato ibn Abi Raboh. "Ey Amirul Mu'minin, Allohdan qo'rqing" dedi. "Bilingki, yolg'iz holda yaraldingiz. Yolg'iz holda vafot etasiz. Yolg'iz holda tirilasiz va Allohning oldida yolg'iz hisob-kitob qilinasiz. Vallohi, vafot etayotganingizda, qayta tirilayotganingizda, hisobga tortilgan kuningizda mana bu siz ko'rib turgan odamlarning birontasi yoningizda turmaydi" dedi. Xalifa yig'ladi. Xalifa yig'ladi. Ato ibn Abi Raboh esa turib majlisdan chiqib ketdi. Qarang, qanaqa odamlar bo'lgan. O'ziga biron bir dunyoda matohini, dunyoda bir moli dunyosini so'rayotgani yo'q. Men unga ergashdim. Eshik oldiga kelganimizda ortimizdan bir kishi yetib keldida, qo'lida bir xalta bor edi. Nimaligini bilmayman. Ato ibn Abi Rabohga uzatdi, "Nima bu?" dedi. "Xalifasiga shu narsani hadya qildi" dedi. Ato: "Hayhot, men sizlardan ajr so'ramayman, mening ajrim Robbil alaminning zimmasida" dedi, chiqib ketdi. Xalifani huzuriga kirdi, ammo o'zini hojati, o'zini kamchiligini gapirish uchun emas. Nima uchun kirdi? Musulmonlarning ehtiyojini gapirish uchun. Ato ibn Abi Raboh necha yil umr ko'rdi? Hayotini nima bilan to'ldirdi? Bu ulug' inson 100 yil umr ko'rdi. Abdulloh ibn Busur aytadiki, bir Arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. "Ya Rasululloh" dedi Arobiy, "Man xayrun nas?" Odamlarda yaxshisi qaysi odam? Qaysi odam odamlarda yaxshisi? Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Man tola umruhu va hasuna amaluhu." Umri uzoq va amali chiroyli bo'lgan kishi edi. Umr uzoq bo'lsa naqadar yaxshi. Yana bu uzoq umr yaxshi amallar bilan o'tkazilgan bo'lsa naqadar go'zal. Nima yomon? Uzoq umr bo'lib turib, gunoh ma'siyatlar bilan to'lgan bo'lsa, mana shu umr yomon. Ko'rib qolasan, bir oyog'i go'rga osilib qolgan bo'lsa ham, yoshi bir joyga borgan odamlar qarilikni tan olishni xohlamasdan yigitlardek kiyinib, lekin yigitlardek mashqqa kelmaydi. Ozon aytsa o'tiradi, har xil bir o'yinlarda o'ynab, somorlarda o'tiradi. Alloh taoloning toatida bo'lgan uzoq umr naqadar go'zal. Aksincha ma'siyat ustida bo'lgan uzun umr naqadar yomon. Bu umr ham ajoyib narsa-da. Kimdir 70, 80, 90, 100 yosh yetadi. Kimdir yoshligida o'tib ketadi. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi: Astaidu billah va minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a innalloha alimun qodir. Sizlarning ichingizda ayrimlar ertaloq o'tib ketadi. Sizlarning orangizda yoshlikdagi go'zal, totli hayotdan keksalik paytidagi eng tuban kun ko'rishga, ya'ni o'zini boshqara olmay qoladigan holatga qaytarilib, ilgari bilgan narsalarning barchasini unutib yuboradigan kishilar ham bordir. Avval zo'r bo'lgan, yerda ushab kindigi bo'lsa uzib oladigan bo'lgan, mana shunday kuch-quvvatli, chiroyli, totli, shirin hayotdan keksalik, qarilik umriga boradiki, o'zini ham boshqara olmay qoladi odam. Tishlar yo'q,
oshqozon hazm qilavermaydi, oyoq qo'l avvalgidek emas. Ammo mana shu qarilik hayoti ibodat bilan o'tayotgan bo'lsa, naqadar chiroyli bo'ladi bu qarilik. Shuning uchun yigitlar, biz yoshligimizni Allohga bo'lgan toat bilan o'tkazishga haris bo'laylik. Agar shunday qila olasak, qariligimizgacha juda katta bir zaxira to'plab qo'ygan bo'lamiz. Ana solih kishilardan biri qari, yoshi 70-80 ga borganda ham jismonan sog'lom ekanligini ko'rib hayron bo'lgan yoshlar. So'rashgan. Ko'zlari tiniq, tishlari joyida, tili, ko'zi, quloq ham a'zolari joyida. Qanday qilib erishdingiz bu narsaga? Javob berdi solih kishi. Bu a'zolarda hammasi omonat edi. Til, ko'z, quloq, oyoq, qorin. Bu omonatni Alloh taolo bizga qo'yganida yoshligimizda u omonatga xiyonat qilmadik, saqladik. Alloh qariganimizda bizga bu a'zolarni saqlab berdi. Shuning uchun yoshligimizni Allohning toatiga sarf qilaylik, birodarlar. Kim Qur'onni yoshligida ta'lim olsa, birodarlar, bu Qur'onni ta'lim olgan odam umrining oxirigacha bu Qur'ondan foydalanadi. Ato ibn Abi Raboh 100 yil umr ko'rdi. 100 yil umr ko'rdi. Hayotini ilm, amal, taqvo, poklik bilan to'ldirdi. Hayotini odamlarning qo'lida zohid bo'lishlik bilan o'tkazdi. Allohning huzuridagi narsaga umid bilan o'tkazdi. Xulosa. Bu ulug' tobiin o'zi qora habashi edi. Uni oldiga borgan xalifaga nimani vasiyat qildi? Sulaymon ibn Abdul Malik bu Ato ibn Abi Rabohning oldidan o'tib, o'g'liga javob berib, nasihat qilib, "Ey o'g'lim, ilm o'rganing. Ilm tufayli kishilar sharafli bo'ladi. Hech kim tanimagan kishilar ilm tufayli mashhur bo'ladi. Ilm tufayli qullar, podshohlar martabasiga ko'tariladi." Ilm o'qiyotganlar. Ilmga hamma yo'g'imizni bersak, ilm bizga ozgina narsasini beradi. Ilmga hamma yo'g'imizni bersak, ilm ozgina narsasini beradi. Agar ilmga ozgina vaqtimizni bersak, ilm bizga hech narsasini bermaydi. Mana ilm o'qiyotgan ukalarimiz, Qur'on o'qiyapsizlar, hadis o'qiysizlar, tafsir, ustozlardan biri ilm, ma'rifat, axloq, xulqni o'rganasizlar. Mana shu ilm majlislaridan uzoq bo'lgan o'zingizni tengiz bilan o'tirib 1 soat gaplashinglar. So'zga quloq tutingda. Gapida ma'no bormi? Fikrlari to'g'rimi? So'zlari joyidami? O'lchovlari to'g'rimi? Nima ham bilan yashayapti? Albatta ilm o'qiyotgan yigitlar bu so'zni farqiga boradi. Chunki shu ilm majlisdan uzoq yurgan bolalarda na qilayotgan ishida, na gapirayotgan gapida, na orzu umidlarda bir mantiq ma'ni bor. Buni yana qaytarib aytaman, ilm o'qiyotganlargina biladi. Hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Hatto mana shu hozir men aytgan narsani ham hamma tushunavermaydi. Alloh taolo aytadi, bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Albatta aql egalari bu narsadan ibrat xulosa oladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu ulug' kishilarning hayotini o'qib o'rganib, ularga iqtido qilib yashashlikni barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ato ibn Abi Rabohni dunyo bilan muomalasi qanday edi? U kishi dunyoga kelib 100 yilga yaqin umr ko'rdi. 100 yil yashadi. Ustidagi kiygan kiyimi 5 dirhamdan oshmas edi qiymati. Xalifalar u kishini o'ziga hamsuhbat bo'lishligini xohlab chaqirishar edi. Ya'ni yonida maslahatchi bo'lsin, vazir bo'lsin, yo'l ko'rsatadigan odam bo'lsin, hamsuhbat bo'lsin eng kamida. Lekin o'zining dinidan xavotir olib, bu xalifalarning majlisini o'ziga lozim tutmadi. Ularni eshiklarini qoqib bormadi. Ammo biron bir ishda musulmonlarning foydasi, islomga bir xayriyatni ko'rsa, xalifalarning oldiga albatta bordi.
Endi agar bir ilmli kishi, olim kishi, bir mansab, martaba egasi bo'lgan kishiga murojaat qilsa va mana shu murojaatida xalqqa foyda bo'ladigan bo'lsa, bu borishlik ma'qul ko'riladi. Chunki